Teşekkür arkadaşlar. Biz bu saatlik dersimizden başlap bu saatlik dersimizden de Framelight degan Android 4 zücensini bu cüsini sözleyimiz. Bundaqda diqqatinglar dersimizde bolsun. Men eng qurgan projektga bu tekstiyoni uchirtay. Undan buningdiki buni Framelight qo'zg'atay. Bu qandaq layout deganda bir-birisiga üst tushadigan bir xil ko'rinishdan iborat. Men hozir bir tal rasmni ko'rsatay. Bu resimni Framelight degan bitta tushadigan bir layout. Buni biz amaliy programmada bir yezib ko'rib baksak, undaqda darsni boshlab ketsam, Frameligh'ni birini qo'ygan ekan, undan buning frame buniki egiz ekanligi boshqa nima bilan o'xshash. Undan buni o'xshamaydigan yana bir xosliklari bor. Bu xoslik bo'lsa frame ground deb bir xoslikdan bu ham shu. Bu xoslik bo'lsa, bu o'tir to'g'rilansin degan xoslik. Undaqda biz o'tir to'g'rilab 3-4 tal tekst yozib, buni bo'yab ko'rib boqaylik. Buning beshlikning kengligini 200 dB qilay. Undan buningkini o'xshash 200 dB qilay. Undan buning backgroundsini FF61 43 degan qilay. Undan yana birga textio buningga 150 undan db qilib, undan yana 150 db qilay. Undan Android backgroundsini bunikini 150 qilay. 150 demna. Bunikini 7b FE 00 deb buni qilay. Undan yana bir tal tekst yozib, buninkini 100 qilay. 100 dB bo'lsin. Undan buning 100 dB bo'lsin. Endi buning Android backgroundsini FFFF 00 qilay.
Undaqda biz buni yuz bulduk. Undaqda buni qandaq şekil chiqdi degan bir ko'rib bu Framelight'ni oxirlashtirdik. Odatda bu Framelight'ni pek ishlatib ketmaymiz. Odatda Runlight bilan Runlight ikkisi shu ehtiyojimizni to'liq chiqib keta oladi. Undaqda biz buni ulab o'tdik. Undaqda biz buni ko'rib boqaylik. Tunji qatam bo'lishim mustaqsal astaraqa. Bu bo'ldi. Endi olsin shu. Mana shundaq bir shavgoni chiqarib ko'rdik. Undaqda bu Framelight'niki ishlatish usuli shundaq endi ustma ust tushdi bu. Buni ishlatish usuli tuvanlikcha ham buni qanday ishlatamiz deganda buni menma to'liq ishlatib boqmadim. Men asosan light bilan shu light ikkisini Ray bilan L2 lightni bek ishlatman. Buni endi bek bundan tushunib olsanglar bo'ldi. Menda bir light spike endi buni bek qiziqishlar bo'lsa buni davomli ko'rib boqsanglar bo'ldi. Buni ishlatgan chog'da davomli tushunamiz. Bundaq asos uchunlar bir so'zlab ketdim. Bu qanday desanglar bu mana ko'rganimizdek ustma ust tushadigan to'piga tushib ketadigan bir Framelight'dan bir light'dan iborat. Anda bo'lsa bugungi darsimiz o'sha yerda oxirlasin. Ertalik darsda Topper Light'ni so'zlaymiz undaqda.